Akalar 3 yildan beri mana shu yerga kelaman deb orzu qilib yurganman. Sababi bu sohaga juda ham qiziqaman, sizlarga ko'p aytganman. Yukim bo'lishiga qaramasdan keldim, trakimizni ko'rsatib qo'ying. Bu orqasida tog'am rosa chiroyli fon bo'lib turibdi. Arizonadamiz akalar. Arizonaning nimasi zo'r, tabiati juda ham zo'r va bu yerda o'ziga xos dunyo bo'yicha eng zo'r saqlanib qolgan holatdagi krater bor. Kraterni ko'rsating. 50 ming yil oldin akalar bu yerga meteorit tushgan. Krater nimaligini bilmaydiganlar uchun bu osmondan tushgan toshni o'rnida qolgan voronka. Diametri 1 kilometr 200 metr, chuqurligi 140 metr akalar. Ya'ni osmonda tushgan meteoritning tezligi sekundiga 20 kilometr bo'lgan. Yurib gapiray, har xil joylari ko'rinsin, ha. Bitta joyda tursam unchalik qiziq bo'lmaydi-yu. Va kuchlanishi 10 megatonna bo'lgan. 10 megatonna atomli bomba bilan hisoblaydigan bo'lsak, Hirosimaga tushgan atomli bombani 600 tasi bilan teng akalar. Shunaqa moshni udar bo'lgan. Va bu yerga oyga chiqishdan oldin amerikaliklar, ya'ni Apollo komandasi kelib shu yerda mashg'ulotlar o'tkazishgan. Sababi oyda krateri bilan ko'rinishi bilan bir xil bu yer. NASAni ko'rsatib qo'ying Ulug'bek. Sizlarga akalar bu videodan keyin men mana shu kraterga tushgan toshda oskoloklarini o'zim ushlab ko'rsataman. Ichkarida muzeyda hamma narsasi bor ekan. Akalar, qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatyapman. Menimcha hali bir o'zbek blogerlar kelib bu yerda ko'rsatishgani yo'q. Sizlar bilan mana shunaqa bo'lishib turaman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.